Olov bor, olov. Shu narsani orqasidan qamalib chiqdim. Narkotik dispanserlarda 60 kun bog'lab, qo'llarim bog'lab, qaltiroq, stress, lomka degan narsalar bor. Ko'zimga shayton bo'lib ko'rinyapti. Bu odamning o'zining ichidan o'tar ekan-da. Ismim Timur, 26 yoshdaman. 12 yil davomida shu narkotik ta'sirida kayfga qattiq bog'lanib qolib, dunyoda nima kayf bo'lsa hammasini qilib ko'rib qattiq bog'lanib qolgandim. Shu narsani orqasidan qamalib chiqdim. Baribir yana o'sha narkotikka bog'lanib qoldim. Yana kayf qildim. Qancha pullar ketdi. Shu narkotik orqasidan qamoqxonada 3 yil o'tirib chiqdim. Qamalib chiqqanimdan so'ng yana kayfga bog'lanib, shu o'rtoqlarim bilan har kuni kayf, shu narkotik nima bo'lsa, qanaqa narkotik bo'lsa, iloji boricha hammasini topib, hammasini kayf qildim. Narkotik dispanserlarda 60 kun bog'lab, qo'llarim bog'lab, pamperslarga yotqizib qo'yib davolasa ham yana chiqib kayf qilib yurdim. Men Allohning izni bilan Harla Kasimovga davolanishga bordim. O'z xohishim bilan bordim. Shu narsani tashiyman, bu hayotda yaxshi yo'lga kiraman deb o'z xohishim bilan bordim. Hech qanaqa dorilarsiz, ming rahmat, Allohga shukr. Hozirda miyalarim qanaqadir boshqacha ishlab, hech shunaqa narsalarga tortmayapti. Xohish yo'q shu narsaga. Sizlarga endi tushuntirib bera olmayman. Bu odamning o'zining ichidan o'tar ekan-da. Boshida ishonmadim, reklamalarini ko'rdim. Ya qanaqasiga irodam bo'lsa o'zim tashlab ketaman, tudim qilib yurdim. Oradan vaqtlar o'tdi, qarasam tashlay olmayapman, уже qaltiroq, stress, lomka degan narsalar bor. Terlab, yuraklarim o'ynab, uxlolmay qaltirab chiqardim. Shu Harla Kasimovni reklamada ko'rib, murojaat qilib, oldilariga Tailandga borib, licheyni olib keldim. 3 ta licheyna bo'ldi. Shu miyada shunaqa o'zgarishlar bo'lyaptiki, shu kayfga tortadigan narsa yo'q-da. Ko'zimga shayton bo'lib ko'rinyapti. Ularga kayf qilayotgan bolalarni ko'rib, hayotdan nafratlanib ketasiz. Kimki menga o'xshagan shunaqa kayfga o'tirib qolib, narkomaniyadan chiqa olmayotgan bolalar haqiqatan dori-darmonsiz davolaydilar. Faqat kelayotganlaringizda o'z xohishinglar bilan kelinglar. Biror qistovi yoki nimadir bilan emas, haqiqatan shu narsani tashiyman deb kelsanglar, 100% natija olar ekansizlar. Bu meni o'zimning boshimdan o'tdi. Boshimdan o'tgan narsani sizlarga gapiryapman. 12 yil kayf qildim, tashlay olmay, mana endi kayf qilmasdan yaxshi yurib, shunaqa narsalardan nafratlanib, hozirda chiroyli bizneslar qilish niyatlari qilib, hayotga intilishlar, qanaqadir yurakdan уже bor-da. Olov bor, olov. Haqiqatan shu narsani tashiyman deb kelsanglar, 100% natija olar ekansizlar. Bu meni o'zimning boshimdan o'tdi.